Mana shu masjidga kirish qismi namozga kirish uchun menimcha. Hozir ichkariga kirib, yana ham chiroyli joylarni yaxshi ko'rsatamiz. Mana bu minoralarda balandligi bir bor-a, 50 metr, 60 metr. 50 lar borda. Azon aytiladi. Xullas, mazza qilib kirib ibodat qilganga nima aytsin? Shunchaki kelib tomosha qilish ham mumkin, lekin mana bor ekan. bu yerda namoz o'qish baxt o'ylayman. Shunaqa. Peshin namoziga azon aytilyapti mana. Nasib qilsa peshin namozini o'qiymiz inshaalloh. Birinchi kun havasini tushuntirib olamiz, xudo xolasa. Necha yillik chinorra mana shu. Mana xudo xolasa. Bular keyin gapirsak ham bular namozdan. Ha, keyin chiqib ko'ramiz. Hozir biz Imom Ismoil Buxoriy maqbarasini ziyorat qilamiz. Bu masjid mana o'sha tashqari tarafda ko'rganlaring, mana yangi qurilgani. Bu bular o'z avval eskidan bo'lgan. Mana bu yerda hozir mana ziyoratchilarga gid xizmati ma'lumotlar berib o'tyapti. Imom Ismoil Buxoriy bobomiz maqbarasi va uning hayot ijod yo'llari haqida turli xil ma'lumotlarni eshitishingiz mumkin. Qadrdonlar, YouTube kanalimiz yangi ochildi, xudo xolasa, yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, O'zbekiston tarixiy joylarini ko'rsatib boraveramiz. Va o'zimiz sohamiz bo'yicha qiziqqanlarga skuterlar, motorollar videolar qo'yamiz inshaalloh. Kerakli ma'lumotlar olasizlar, xudo xolasa. Ona razı bo'ladi. Eshiklar yuqori uzoqlik bola. Menga farzandlarimga tanho dars berasizlar deganda Imom Al-Buxoriy ilm islab boriladi beshikdan qabrgacha. Ilm kerak. Xalqda birga tez Me'moriy obida bo'ldi. Shundoqqina mana bu Imom Ismoil Buxoriy bobomizning maqbarasining yonida mana shuni ikki tomondan chiroyli fontan qilingan ekan mana azizlar. Fontan ishlab turibdi. Bemalol mana yozda kunlar salqinda shunaqana betlarni yuvib, mazza ekan. Chiroyli. Havoni xuddi mo'tadil ishlash uchun, salqinlashtirish uchun qilingan. Shu maqsadda qilingan. Yanada o'sha ziyoratga kelganlarga qulayliklar yaratish uchun shuna mana har bitta nolada mana suv qo'l yuvish uchun rakibinachalar qilingan, foydalanish uchun katta masjid. Hop, bundan ham qiziqgan ko'rsatamiz, suv ichib ko'rsating aka. Albatta suv ichib ko'rsataman mana. Narisdan qay. Fahamni ko'raylikchi. O, favoracha deydi-ku. To'xtang bu yoqda. Aha. Bismillah. Maşallah, qadrdonlar.
Ushbu chinor daraxti 2025-yil 30-oktyabr kunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ekilgan ekan. Ushbu ko'rib turgan chinor daraxtiga yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan shaxsan o'zlari ekkan ekanlar. Mana 2 yil bo'libdi shunga salkam. Yo'q. Manzara juda ham chiroyli. Mana bu chinor daraxti menimcha bir 1000 yillik bo'lsa kerak Alloh xohlasa. 2 yilda shu hali endi kichkina ekanda 2 yilda bular aniq ko'p yillikda bular. Qancha bo'lib ketgan? Ha, 500 yil. Darvozani qarang. Juda chiroyli. Bu ko'rib turganinglar haqiqiy san'at durdonasi desak bo'ladi. Ushbu mana shu loyihani qilgan muhandis, ushbu ustalar ishlagan ustalarni xizmatlaridan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan ham tahsinga sazovor. Haqiqiy o'z ishini ustalari ishlagan ekan. Juda chiroyli, nima deydi? 100 yil, 200 yil, 500 yil, 1000 yilga tatiydigan, haqiqiy tarixda qoladigan inshoot bo'libdi. Men o'zim juda ham aylanib, maza qilib dam oldim, bahra oldim. Misol uchun peshin namozini o'qidik. Imom Ismoil Buxoriy bobomizni qabrini ziyorat qilib, u kishining haqlariga duo qildik. Safarimizni qolgan qismini Xudo xolasa Imom Ismoil Buxoriy muzeyida davom ettirmoqchimiz. Ko'raverasizlar. Videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni yozasiz. Imom Ismoil Buxoriy muzeyi hali ta'mirlash ishlari ketyapti ekan, halicha bitmagan ekan. Xudo xolasa bitganda uni ham ko'rsatamiz. Hozircha safarimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, videoga bitta like bosib, o'z fikringizni kommentda yozib, yaqiningizga uzatib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar. Qadrdonlar, YouTube'dagi birinchi videomiz edi bu. Xudo xolasa O'zbekiston tarixiy joylarini ko'rsatishda davom etamiz. O'zimizning sohamizga doir skuterlar, motoskuterlar shunaqa qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi. Xullas videoda agar kamchilik, xatolar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsin. Kommentariyada yozinglar. Chunki biz hali YouTube platformasida birinchi marta ishlashimiz. Kamchiliklar bo'lsa, aziz tomoshabinlardan va kuzatuvchilardan uzr so'raymiz. To'liqroq ma'lumotlarni Xudo xolasa yetkazishga harakat qilamiz. Agar sizlar bizdan ko'ra bilmagan ma'lumotlarni bilsanglar, albatta kommentariyaga yozinglar. Instagramdan kuzatib, bizga YouTube'ga o'tganlar bo'lsa, yozib ketinglar qadrdonlar. Hammanglar fikringlar biz uchun qiziq. Charchamanglar, sog' bo'linglar.